Sizlarga oson va tez pishadigan ovqat o'rgatdingmi? Qani ketdik. Bizga kerak bo'ladi 6 ta tuxum, 2 ta kartoshka va qirg'ich. Hozir buni qirg'ichdan o'tkazib olaman. Hozir bitta kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib oldim. Endi bu yerga 2 ta tuxum chaqib Chaqib turib, yulkani olib, aralashtirib olamiz. Endi mana bu kartoshkali massamizni qo'shib olamiz. To'g'rilab chiqamiz ustilarini. Past olov yoqib, ustini yoqamiz. Endi uylarda qanaqa ko'katlar bo'lsa, o'shalarni olib, to'g'rab olamiz mayda qilib. Ikkinchisiga o'sha ko'katlarni qo'shib, yana 2 ta tuxum chaqib olamiz. Uchinchisiga mana bunaqa kolbasa qo'shamiz. Va buni mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Oh my god. To'g'rab oldim. Buni ichiga ham 2 ta tuxum chaqib olaman. Mana kartoshkaligimiz pishdi. Bu yerga solamiz. Eng ko'katligimizni qo'shib olamiz. Bizga kerak bo'ladi mayonez. Bu reklama emas. Bu yerda nima edi? Mana to'rchimasini ham pazandamasini. Oxir vaqtni qotgandinglar, mana shuncha kesib olganman. Qarashki, pomidor to'rayotganimda ichida qolib ketdi qo'lim. Kesib oldim. Skripka chaladigan qo'limni kesib oldim. Kenajonim bu yerda osh qotdilar. Bu yerda men yemagan narsam. Lekin ta'mi zo'r. Klass. Ko'katimiz ham pishdi. Buni bu yerga qo'yib turamiz, to'g'rashtirib. Ishlab chiqamiz. Buni bu yerga qo'yib turamiz, to'g'rashtirib. Ishlab chiqamiz. Sizlar tekislarga qaranglar, buni o'rtasiga mozzarella sirini maydalarib uramiz. Qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Ustiga qo'yamiz. Sezayotgan bo'lsanglar, hammasi tuxumli mahsulot. Tuxumli mahsulotlar. Nes qilamiz. Burada bundoq kesamiz. Bundoq sadirasiz. Такой narsa chiqadi. Mana hozir Gulmira kenajonim degustatsiya qilib ko'radilar. Juda ham mazali. Afzal. Asiya, deb ko'r. Buni yemabsan, bu dunyoga kelmabsan.